Assalomu alaykum ahli YouTube, xorimiylar, salomatmisizlar? Bugungi videomiz Andijon viloyati Oltinko'l tumani Uzunko'cha MPSidan bo'lyapti. Xudo xolasa, mana Uzunko'cha Oltinko'l, Uzunko'cha Sharxon markazidan olyapmiz. Damazlarimiz shu yerdan qaytadi. Qorabotr akam do'koniga xush kelibsizlar. Navoz vaqadiganlarga eng udar siloslar bor deyapti. Mana yem, yana nimalarimiz bor? Molga tuz, kunjara, kepaylar ham bor ekan mana. Kepaylarning udari. Mana tovuqlarga har xil donlarimizdan bor ekan. Siloslar o'ta donli deyapsan-a? Qorabotr? Ha, don. O'ta ham udar ekan. Go'zal. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bor aka, ochib ko'rsatib yuboraman deysizmi, aka? Achadan bir qop ochib ko'rsatib qo'yaylik. Bu don, bu silos, nomi silos xolos, o'zi kunjarada. Umuman kunjara bermay baqar ekan-da, bo'lmasa. Bermasa ham bo'laveradi, kunjaradan farqi yo'q. Yana nimaga yay bormang, asfaltga olishimiz qiyin bo'lib qoladi. Uje mana ko'rinib turibdi donlari. Don. Bu don. Mana. Hurmatli mahalladoshlar, atrofdagi aka-ukalar, kelaverasizlar. Manzilimiz aniq. Shu ko'rib turganinglardek. Bu yerdan buyog'iga mana xo'stavar. Hamma yo'q bor mana. Novoslarga muftalar bor ekan. Elak, mana qurilishlarga. Setka, temirli setka. Mo'larchi? Stashkan tagi. Ketmon soqi. Ya xo'sta bor ekanda, lapatki, ketmon, jom, shlanka, mana yoz kelyapti, suvlarga rasa bo'ladi-da. Ichkarida mixlar ham. Makka, mix, samares ichkarida. Ya kirmay qo'yamiz. Gulxor ham chiqib qoladi. Hurmatli ahli YouTube, undan tashqari mana xohlasanglar shag'alan bor. Bir avara, ikki arava yetmay qolganlarga ham olib borib beraveradi. Mashsapa sotaver uka. Bo'p deb unavoraver. Mana g'ishlar. G'ishti kilosimi? G'ishti kilosi pulmi uka, o'zimi? Donasimi? Donasi 3 kilosi 1000 so'm ekan. 1000 so'm ish qilib to'g'ri aytdimmi? 1200 so'mga chiqibdi mana xudo xolasa. Hurmatli mahalladoshlar, mana qum kimga kerak bo'lsa. Nasib bor ekan mana. Bahor kelib, xudo xolasa hamma yoq ko'karib, cho'tka bo'lib qoldi mana O'zbekistonda. Aloqa uchun nomerlarni yozib qo'yamiz, chiroyli qilib qoldirib qo'yamiz. Kim olib qo'yay uka? Reklama. Ha, bo'ldi, gap yo'q. Asfaltchilar reklamasi ichida ketadi. Asfaltchilarning xizmati. Xizmat uchun mashinalarimiz mana Labo bor. Eng chiroyligidan. Ko'tarilmasa ham ko'tarib qo'yaveradigan material ham bor. Asfaltchilarning mana nomeri. Hurmatli ahli YouTube, xohlasanglar nomerlarni yozib olsanglar, uni ham kiloga bersa kerak. Kvadratimi shunaqa ekan. O'zlaringlar telefon qilib, aloqaga chiqib bilib olaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xush kelibsizlar do'konimizga.